Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Olib qo'ygan laboyimiz tayyor bo'ldi. Ko'pchilik labo damaslarga propan qo'yilsa hidi chiqadimi, chiqmaydimi deb so'rashadi. Chiqmaydi, faqat mashq holatda kesiladi. Mana injektorli qilib kelibdilar ekan, motorini qo'yib berganmiz 4-pakaliga. Blok управления Golfas 2 Polshaniki, farsunkasi 01 Polshaniki, reduktori Nordic Italiyaniki, одноразовый filtr Polshaniki, argument lamkalari chiroyli qilib akkuratni qilib montaj qilib berishdi ustalarimiz. Sizlarga baho berib qo'yasizlar mana. Переключатель Polshaniki. Bu mashinaga biz 40 litrli propan gaz balon qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Datchiklari bilan italyanskiy multiklapan, termotrubka, datchik simlari, zapravishniga alohida baho berib qo'yasizlar. Italiyaniki bu. Ko'pchilik zapravish akalarimiz shuni Xitoy deb anaqa yomonlashyapti, lekin bu Italiyaniki bo'ladi. Termotrubkalarga alohida e'tibor berasizlar. Laboga polni komplekt, full komplektda qo'yib berganmiz. Akamiz eng zo'rini qo'yib bergandilar. Ustalarimiz ishiga baho berib qo'yasizlar. Shu moshchaga biz propan qo'yganimiz uchun propanni hidi chiqmasligi uchun garantiya beramiz. Buni ehtiyot qismlariga ham garantiya beramiz. Bu garantiya og'zaki emas, mana garantiya kitobchasi bor. Garantiyani talonlarini to'ldirib mana Labo 25-yil kim yurgan. Bu ehtiyot qismlariga biz 1 yil yoki 20 ming kilometr kafolat beramiz. Bu videoni Labosi hali ham karburator yurgan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Injektorlarni qo'ydirib kesalarni xudo xolasa garantiyasi bilan propan qo'yib beramiz, hidi chiqmasligi. Kuzatishda davom etinglar. Yangiliklar hammasi uchun Avtogaz Master o'zida. Shu ustanovkamizning narxi kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada qiziq deb yozib qo'ysalaring, xudo xolasa narxini yozib tashlab yuboramiz hammalaringga.